Assalamu alaikum. Bugün ئەتىگەنlik. Assalamu ئەتىگەن 2 saatlik öğreniş nahmeden tarqıtışının 99. günü. İnşallah bu yıl çıkıca 100 günlük planımga yetsem yeterlik. Bugün yeni kitap okuştum başlayılı. Hani bunu 100 gün uygurtusu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Aleyhisselam'ın vahiy mavzusu da öz xahişini sözləməydiğanlığı, onun barcha xatalıqlardan ve kemçiliklerden Onun barcha xatalıqlardan ve kemçiliklerden xali ekanligi, şək qabul qılmaydigan haqiqat bolğan yerdə, onun qirayəti şeytanın bir nərsələrini qoşub qoya alishi, onu aldab keta alishi hergiz mümkün emas. Vahiyning intayin sağlam ekanligini ve onu Muhammed Aleyhisselam'ın aynan yetkizganligini isbotlaydigan oyatlar intayin ko'pdir. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ. Yani eğer o Muhammed bizning davomimizda so'zlarni to'qib chiqqan bo'lsaydi, albatta uni qudratimiz bilan jazolagan bo'lardik. Ondan uning jon tomirini kesib tashlaydik. U chaqda sizlardan hech kim uni qo'g'dab qilolmaydi. Ma yakunu li an ubaddila min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilay. Yani men uni özümçe o'zgartirmayman. Men faqat ma'qul qilgan vahiyga erishman. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Yani o öz xahişi boyuş sözləməydi. Onun sözləydiğini faqatla onun qılınğan vahidir. Vahini onun naidi güçlük pərişdə Cibril ögətdi. Ve in kadu la yaftinunaka anillezi awhayna ilayka liyaftari alayna ghayra. Ve iza lattakhazuka khalila. Velawla an sabbatnaka laqad kitta terkenu ileyhim şey'en qalila. Yani peygamber, onlar hakikaten seni biz sana vahiy qılğan Kur'an'dan yüz öğretip, ondan başqasını bizden davamızdan oydurup çıkarğızışqa tas qaldı. Eğer şunda qılğan bolsan, o çağda elbette onlar seni yakın dost qılıb alatdı. Biz seni müstehkem qılmagan bolsaq, sen onlarga azraq mail bulup ketgili tas qılğandın. Bu ayetler vahiyinin sağlamlığını ve Peygamber Aleyhisselam'ın vahiyini özeyini yetkizgenlikini ispatlaşqa yeterlikdir. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Yani Allah gaybni bilgücüdür. O özüge xas sırlarını hiç kimge aşkarlamaydı. Fakat özü memnun bolgan peygambergila bazı gayblarını aşkarlaydı. Onun aldığa ve arkasıga çoxum muhafizatçı pərişlərini silib qoydu. Bunda qilish peygamberlərinin
Rabbining dinini yetkizganligini, Allohning ularning so'zlar katlarini to'liq bilib turg'uchi va hamma narsaning sonini to'liq egiluvchi ekanligini Muhammad alayhissalomning bilishi uchundir. Qazi İyaz Şifa namlıq əsrdə mündaq degan. İslam ümmeti Muhammed aleyhisselamның Allah Taala'nın namını yetkizganlarının şeksiz rast ekanligiga, kamchiliklardan butunlay xoli, xatoliklardan pok ekanligiga, dinni yetkizishda qasddan yoki savallik bilan kam ziyorat qilmaganligiga birlikka kelgan. Muhammed aleyhisselamның butlarning qo'ldan yetish kelmaydiganligini va u narsalarning o'zini qo'dashga kuchi yetmaydigan ojiz narsalar ekanligini bayon qilishi mushriklarning g'azabini qaynatdi. Ular hamisha musulmonlarning va islom dinining ziyini ish qilishga o'rnatdi. Mushriklar o'zlarining butlarini ko'kka ko'tarish uchun ba'zi yolg'on so'zlarni o'ydirib chiqib, Muhammad bizning ilohlarimizni so'kkan bilan Alloh ularni so'kmaydi, balki ularning shafaat ekanligini bildirdi deydigan yolg'on so'zni o'tirg'a chiqarish uchun Muhammad alayhissalomdan anglagan qiroatga o'zlari bir narsalarni qo'shib chiqqan va uni anglagan boshqa mushriklar xushal bo'lgan. Ammo musulmonlar bunday yolg'on so'zlarga hargiz aldanmagan ve işlenmegen. Çünkü Müslümanların tolisi sürülerini Muhammed aleyhisselam'a nazil bulgan peti toluk yadlab aladı. Müşriklerinin koşup algan sözlerini elbette fark etti ve hemen red kıladı. Allah Taala'nın müşriklerinin şundak yalgan evatar qıtıq yol koyganlığı ularını sınaş üçündür. Çünkü bundak sınaklarda işçi buzuk, niyeti yaman, köngülü qara adamlar mana men dep o'tirg'a chiqdi. Ular öz arasida tarqitib yurgan söz söyleyeceklerini Allah'tan kelgan haq söz dep bilir. Ve Muhammed bizning butlarimizni sökkan bilan Allah bu butlarni maqtaydi deb o'zlariga tasalli berishdi. Ammo mu'minlar Qur'oni Karimning Alloh taolo tarafidan kelgan haqiqat ekanligini biladi. Shaytonning buzg'unchilik qilish uchun urinishining hargiz amalga oshmaydigan va mag'lub bo'ladigan bir urinish ekanligini obdan biladi. Ayet shaytonning har qanday bir payg'ambarga ziyonkashlik qilishga uringanligini, ammo hargiz maqsadiga yetolmaydiganligini ifodalash bilan bir vaqtda Muhammad alayhissalomga tasalli berdi. Müşriklerden, münafıklardan özüge özüz uval qilib, to'g'ri yo'ldan yuz o'rganlar nihoyatda cho'nqur azg'unlikda bo'lib, cho'ng azob ularni kutadi. Chunki oxiratda ular dardlik azobga qoladi. Alloh taolo tarafidan ilm berilgan va islom diniga ayish orqali to'g'ri yo'lni tanlagan kishilar haqiqiy mu'minlar bo'lib, ular Qur'oni Karimning qo'dalgan shak shubhalardan xoli haq kitob ekanligini obdan biladi. Ularning iymoni haqiqiy iymon bo'lganlikdan, ularning qalbi huzur-alavat va Alloh taoloni ulug'lash bilan to'lgan bo'ladi. Çünkü Allah Taala haqiqiy iman etganlarni bu Qur'oni Karim bilan to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Ondan ularning bu iymoniga dunyo va oxiratda eng yaxshi mukofotlarni beradi. Kufrida cho'ntirib olganlarga Qur'oni Karimning haqliq to'g'riliq qanchalik ko'p dalil isbotlar kelgan bo'lsa-mu, ular yana shak shubha ichida yurib, iymon etmaydi va shu kufrlikni davomlashtirdi. Ular taki Alloh taolo ogohlantirgan azob kelguchilik yoki qiyomat qayyum bo'lib, ahiretning qattiq azobi qolgan qadar shundoq ikkilanish va shak qilish bilan o'tadi. Kafirlar va zolimlar mayli ilgari yoki keyin bo'lsin, cho'qim tegishli jazosini tetiydi. Bu Alloh taolo uchun hargiz qiyin emas. Chunki haqiqiy podshohlik va mutlaq hokimiyat Alloh taologa xos bo'lib, qiyomat kunining yagona hokimi Alloh taolo hisobni bevosita o'z oladi va insonlar orasida adolatli hukm chiqaradi. İman etib şu imanının tələbi bo'yicha yaxshi amallarni qilgan müminlər nazı nimetlik esil cennetlərə kirdi. Ular bu cennetlərdə məngülük nimetlindi. Ular cennetlərdən hargiz chiqarilmaydi. Amma bizning oyatlarimizni inkor qilgan, payg'ambarimizni yolg'onga chiqargan kafirlarga kelsak, ular do'zax ahli bo'lib, ular do'zaxda eng qattiq va eng xor qilg'ich azoblarga uchraydi. Bu azoblar ularning yomon amallari va ig'ir qilmishlari sababidandir. Muhim nuqtalari: birinchi, şeytanlarning payg'ambarlarga ziyonkashlik qilishga urinib, oxirida butunlay mag'lub bo'lganligi aniqdir. Şeytanlar payg'ambarlar kelgan vahiyni kishilarga boshqacha anglatish orqali ularni ozdirishga tirishib boqqan bo'lsa-mu, ular g'arziga yetolmagan. Ikkinchi, kafirlar yoki şeytanlar tarafidan kishilarning dillariga tashlangan shak shubhalar bir sinoq bo'lib, buningda haqiqiy mu'minlar tanlanib chiqadi. Uchinchi, Alloh taolo qiyomat kuni mu'minlarni eng oliy mukofotlar bilan mukofotlaydi. Ularni hurmatlaydi va izzatlaydi. Ammo kafirlarni, munofiqlarni qattiq jazolaydi. Xor qilg'ich azoblarga tashlaydi. Hatto ularni gap so'ramasdan do'zaxga tashlaydi. To'rtinchi, Quraysh kafirlarning ichidagi katta boshlarning Badr g'azotida butunlay yo'qotilganligi Alloh taoloning ilgari bergan va'dasining rostligini isbotlagan alohida cho'ng voqelikdir. Alloh taoloning fazli karami va umumiy rahmati. Bismillahirrohmanirrohim. والذين هاجروا في سبيل الله ثم
قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. Tercümesi 58. ayet. Allah'ın yolunda hicret kılgan, andın cihat meydanında öldürülgen yoki boshqa joylarda o'lganlarga Allah cho'qim yaxshi rizq ato qiladi. Sheksizki, Allah rizq berguvchilarning eng yaxshisidir. 59. ayet. Allah ularni albatta ular memnun bo'ladigan jannatga kirgizdi. Sheksizki, Allah hammani to'liq bilguchidir, jazolashga oldirib ketmaydigan zotdir. 60. ayet. İş ana shundaqdir. Kimki qanchalik zulmga uchrab, shunchalik intiqomini olgan bo'lsa, andin yana zulmga uchrasa, Allah unga cho'qim yordam beradi. Allah haqiqatan noit afo qilg'uchidir, noit mag'firat qilg'uchidir. Bu shuning uchundirki, Allah kechani kunduzga, kunduzni kechaga kirgizdi. Allah haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Bu shuning uchundirki, Allah haqdir. Mushriklarning Allahni qo'yib cho'qingan narsalari batildir. Sheksizki, Allah hammadan ustundir, buyukdir. 63. ayet. Allah'ның bulutdan yağmur yağdırıp beriyotganligini, ondan ashu yağmur bilan zaminni yeşillik aylandırdiganligini ko'rmadingmi? Allah haqiqatan noiti mehribondir, hammadan xabardardir. 64. ayet. Osmonlardagi va zamindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Sheksizki, Allah hammadan behojatdir, madiyaga loyiqdir. 65. ayet. Allah'ның yer yuzidagi narsalarni o'zining amri bo'yicha dengizda buzayotgan kiyimlarni kislarga bo'ysundirib berganligini, osmon jismlarini o'zining irodasiz yerga tushib ketishini saqlab tutib turganligini ko'rmadingmi? Allah insonlarga haqiqatan noiti shafqatlidir, to'limi mehribondir. 66. ayet. Allah sizlarga hayotlik beradigan, ondan sizlarning jinonlarni oladigan, ondan yana sizlarni terildiradigan zotdir. İnson haqiqatan bekmi tuzkurdir. Tafsiri. Qiyomat kundagi podshohlik va mutlaq hokimiyat yolg'iz Alloh taoloning ilkida bo'lib, Alloh taolo u kunda bandlarning o'rtasida adolatli hukm chiqardi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar nazu ne'matli jannatlarga kirib, huzur alovatli turmushga erishadi. Ammo Alloh taoloning oyatlarini inkor qilgan, payg'ambarga va uningga kelgan vahiyga ishonmaganlar do'zaxga kirdi va u joydan mangu qoladi. Allah'ның yo'lida yurtini, bola chaqalarini, issiq uyini, qavm qarindoshlarini tashlab, hijrat qilib, payg'ambar bilan bir safda turib jihad qilib, dushmanlar ustidan g'alaba qilgan yoki bu yo'lda hayotini qurbon qilib, shehidlik martabasiga noil bo'lgan mu'minlarni Alloh taolo o'z dargohida noit esil rizqlar bilan rizqlantirdi. Chunki Alloh taolo rizq beruvchilarning eng yaxshisidir. Bandlarga eng yaxshi va eng esil rizqlarni ato qilg'uchidir. Allah bu müminlarni qiyomat kunida ular mamnun bo'ladigan oliy martabalik jannatga kirgizadi va eng esil ne'matlar bilan ularni kutib oladi. Alloh taolo bandlarga intayin mehribon bo'lganlikdan bu dunyoda ularni jazolashga oldirib ketmaydi. Ularga tavba qilib to'g'ri yo'lga qaytish fursatini berdi.
Tövbe qilganlarning gunohlarini kechirdi. Ammo gunohlarga tövbe qilmagan, azg'inlikdan qaytmagan zolimlarni jazolamay qolmaydi. Peygamber aleyhisselam bilan birga hicret qilib, onun bilan bir safda turib, Allah yo'lida jihad qilgan mo'minlarning Alloh taolaning dargohidagi martabasi intayin yuqori bo'lib, ular mayli jihad maydonida shahid bo'lgan bo'lsin yoki keyin vafot bo'lgan bo'lsin, ularning Alloh taolaning dargohidagi o'rni yuqori, martabasi yanada ustundir. Chunki bu ulug' dinning dunyoning har qaysi joylariga yetib berishi faqat shu mo'minlarning fidokorligi soyasida amalga oshgan. Müfessirlarning bayon qilishicha, bir kuni sahobalardan bir qancha kishi payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelib, "Ya Rasululloh, nurg'un kishilar Alloh yo'lida jihad qilib shahid bo'ldi. Ularga Alloh taolaning katta ajr beradiganligi aniq. Biz o'zlari bilan bir safda turib jihad qilyapmiz. Agar biz urush maydonida shahid bo'lmay, boshqa sabab bilan o'lib ketsak, holimiz qanday bo'ldi?" deb so'rashganda, Alloh taolo ularning bu savoliga javob berib, Allah'ın yolda icraat qilgan, anan jihad maydonida o'ldirilgan yoki boshqa joylarda o'lganlarga Alloh cho'qim yaxshi rizq ato qiladi. Shaksizki, Alloh rizq berguvchilarning eng yaxshisidir. Alloh ularni albatta ular mamnun bo'ladigan jannatga kirgizdi. Shaksizki, Alloh hammani to'liq bilguchidir, jazolashga aldirab ketmaydigan zotdir degan hikoyatni nozil qilgan. Bu ayetler Allah yolda cihatga chiqib, mayli cihat maydonida o'ldirilgan bo'lsin yoki yotgan yerda o'lgan bo'lsin, har ikkala holatda Allah yolda o'lgan bo'lganligini bildirgan. Chunki Alloh taolaning yo'liga o'zini atagan odamning qaysi joyda o'lishi muhim emas. Muhim bo'lgani Alloh taolaning yo'lida o'lishdir. Yuqorqi hikoyatga ish ana shundaqdir. Kimki qanchalik zulm uchrab, shunchalik intiqomni olgan bo'lsa, andan yana zulm uchrasa, Allah ona çoxum yardım berdi. Allah haqiqatan nayet afu qilg'uchidir, nayet mag'firat qilg'uchidir degan ayetning ulinib kelganligi shu ma'ni ifodalaydi-ki, Allah yo'l jihad qilgan ashu mujohidlar oxiratda va'da qilingan katta mukofotlarga noil bo'lgandan boshqa, bu dunyoda dushmanlarga qarshi Alloh taolo tarafidan yordamga erishadi. Ammo buning sharti ularning Alloh taolaning diniga yordam qilishidir. Ya eyyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum. Yani iyi iman etqanlar. Sizlar Allohga uning diniga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam berdi, qadaminglarni mustahkam qiladi. Haqiqat shuki, Alloh taolaning dinini ustunlik ega qilish, musulmonlarni ularning ziminlarini qo'g'dash va musulmonlar qarshi urush ochgan kofirlarga qaytarma zarba berish uchun jihad qatlangan mo'minlarga Alloh taolo albatta yordam qiladi va ularni g'alabaga erishtirdi. Ey iman etqanlar, unutmanglarki, Alloh taolo bandalarga nihoyat mehribondir. Ularning gunohlarini nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Birinchi bo'lib urush ochgan kofirlarga qarshi jihad qilish sizlarga farzdir. Ammo kofirlar garchi sizlarga dushman bo'lsa-mu, sizlarga tajovuz qilmagan yoki sizlar bilan urush qilmagan bo'lsa, ular bilan urushmanglar. Kan qo'rsoq bo'linglar. Bu shuning uchunki Alloh taolo hammaga qodirdir. Alloh taoloning cheksiz qudratining dalillaridan biri shuki, Alloh taolo kechani kunduzga, kunduzni kechaga kirgizdi. Yani kecha bilan kunduzni bir-birining orqasidan shunday tartib bilan keladigan qilishiga qodir bo'lgan zot zulmga va o'g'ilchilik uchirganlarga yordam qilishga, yaxshilarni mukofotlab, yomonlarni jazolashga albatta qodirdir. Chunki Alloh taolo har qanday duo qiluvchining duosini, yordam tilaguvchining munojatini anglab turdi. Bo'layotgan hamma ishlarni bilib turdi. Hech qanday ish uning ilmidan tashqari emas. Bu shuning uchunki Alloh taolo haqdir. U haqiqatning o'zidir. Uning mavjudligida qilchi shek bo'lmagandek, uning barliq asl sifatlariga ega, har qanday nuqson va kamchiliklardan pok ekanligida qilchi shek yo'qdir. Alloh taolo ulug'lanishga, ibodat qilinishga va munojat qilinishga tamoman loyiq bo'lgan birdan-bir yagona zotdir. Mushriklarning Alloh taoloni qo'yib cho'qinayotgan narsalarning hammasi batil va saxtlikdir. Chunki ularning cho'qinayotgan narsalari o'zlari qo'llar bilan yasab tikilib olgan saxt ilohlar bo'lib, ular cho'qing'uvchilarga hech qanday manfaat yetkaza olmaydi. Qur'on Karim yuqorqi bayonlardan keyin Allohning bulutdan yomg'ir yog'dirib berayotganligini ko'rmadingmi deyish orqali bizning nazarimizni koinot dalillariga qaratadi. Ma'lumki, suv hayotlikning jini va uning manbasidir. Jonliqlar va o'simliklar suvsiz yashay olmaydi. Alloh taolo bulutlardan yog'dirib bergan yomg'ir sayesida barliq jonliqlarning hayoti halokatdan saqlanib qolgandek, suvsizlikdan qurib ketgan, qaqaslikdan o'lgan ziminlarmi shu yomg'ir bilan terilib, yop-yeshil holatga keladi. Alloh taolo yog'dirib bergan yomg'ir bilan zamindan har xil o'simliklar va ziroatlar unib chiqadi. Alloh taolo bandalariga nihoyat mehribondir va kuyimchandir. Ularning butun hayotlik ishlarini idora qilib turadi. Dunyolik ishlarni o'ng'aylashtirib berdi. Ularni va ularning barliq ahvolini aniq bilib turgandek, ularga nimaning foydali,
va nimaning ziyonli ekanligini nihoyat obdan biladi. Chunki osmon, zamin va ularning orasidagi narsalarning hammasi uning ilkida bo'lib, o'zi xohlagancha tasarruf qiladi. Hamma maxluqot uningga muhtojdir. Ammo Alloh taolo hammadan behojatdir. Hech kimga muhtoj bo'lib qolmaydi. Yordamchiga yoki shirkka hojati yo'qdir. Alloh taolo hamisha va hamma yerda madiyaga loyiqdir. Koinotdagi barliq mavjudot uni madiyalab tasbih etadi. Alloh taolo koinotdagi mavjudotning hammasini insonning manfaati uchun yaratib berdi. İnsanlarga yer yüzüge hayvan, ösümlük, tağdariya qatarlıqlarını ve tabiat güçlerini boysundurub berdi. Hatta fen texnikinin en yuqarı pəllisigacha yetiş imkoniyatini ve iqtidarını ata qildi. Qur'on Karim nazil bo'lgan zamonlar insonlar kemalarning dengizlarda suv ustida minayotganligini ko'radi. Chunki u zamonlardagi taraqqiyot shunchalik edi. Shunga Qur'on Karimda dengizlarda yurgan kemalar bayon qilingan. Ammo hozir burunqilar xiyoliga keltirib baxmagan yangiliklar barliq keldi. Masalan, aeroplan, su osti paraxoti, atom bombasi, raketa, televizor, internet ve boshqalar. Allah Teala osmonni tushib ketishdan saqlab o'z qudrati bilan tutib turdi. Osmonni to'riksiz turg'izgan zot uni tushib ketishdan tutib turishga albatta qodirdir. Ammo bu osmon qiyomat qayyum bo'lganda Alloh taolaning amri bilan yiqiladi va boshqa bir narsaga aylandi. Yevme tubeddulul ardu g'ayral ardi ve semavat. Ya'ni u kunda zaminmi boshqa bir zaminga, osmonlarmi boshqa bir osmonlarga o'zgartirildi. Dünya tasodifilik bilan paydo bo'lib qolgan yoki uni tabiat yaratgan deydigan safsata haqiqatni e'tirof qilishdan o'zini qochiradigan chuprandilarning safsatasi bo'lib, uning qilchilik qimmati yo'qdir. Haqiqat shuki, hammani Alloh taolo o'zi yaratgan bo'lib, ularni o'zi idora qilib turadi. Chunki Alloh insonlarga nihoyat shafqatlidir, to'liq mehribondir degan oyatdan keyin Alloh sizlarga oyatlik beradigan, anda sizlarning jinonlarni oladigan, andan yana sizlarni tirildiradigan zotdir. İnson haqiqatan bakmi tuzkurdir degan oyatdan kelganligi shuni ifodalaydi-ki, hayotlik qanchalik cho'ng ne'mat bo'lsa, o'lim shundoq katta ne'matdir. Oxiratda terilib, Alloh taolaning oldiga berish texmi katta ne'matdir. Ko'ryapmizki, og'ir kasal giribdor bo'lgan ba'zi kishilar tezroq o'lib ketib, bu azobdan qutulishni tilaydi. Pek yaxshi yashinib qolgan odammi xorlanib qoladi. Ba'zi qiyinlikning xorliqidan xalos bo'lishni orzu qiladi. Nurg'un kishilar naqchilikka va zulmga uchraydi, ammo bu dunyoda haqqini ololmaydi. Faqat Alloh taologa topshirib uning oxirat ilib berishini kutadi. Shunga o'limni ne'matlar qatoridan sanildi. Mo'min odam o'limni tugishish deb sanamaydi, balki uni yangi bir hayotning boshlanishi deb biladi. U o'zining iymoni va yaxshi amallari sayesinde bu dunyodagidin yaxshi bir hayotga ega bo'lganligiga ishonganlikdan o'limdan qo'rqib qolmaydi. Faqat oxiratga ishonmaydiganlar o'limdan qo'rqadi va uni butunlay tugishish deb biladi. Demak, inson sansizlagan ne'matlar ichida turayotgan yagona mavjudotdir. Ammo uning tabiatida ne'matga noshukrlik qilish va ne'mat berishni tanimaslikdagi tuzkorlik ilti bo'lganlikdan. Ba'zi insonlar ne'matga tuzkorlik qiladi. Rabbining fazl karamlarini inkor qiladi. Ammo iymon etgan va shu iymonga loyiq yaxshi amallarni qilganlar Alloh taologa shukr qiladi. Uning haqqini taniydi va joyida ado qiladi. Ularning oxiratdagi mukofotlarimi alohida katta bo'ladi.
2026 hedeflerine şimdiden akıcı İngilizce konuşmayı eklemek istersen Open English şu anda %75 dev indirim var. Evet, doğru.
Şimdi de 2 numaraya kadar ödül kazandırıyor.
modern yaşamın inceliği. Ve bu iki dünyanın buluştuğu yerde yaşama bambaşka bir anlam katılıyor. Senar Kandilli Bosforus'la yeni bir boğaz hikayesi başlıyor.
the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, İngilizcemizi geliştirmeye Siber Pazartesi haftasında Open English'in %75 dev